Assalomu alaykum aziz quvvatlilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Tolmozorda voyenniy chasti oldida to'g'rimizda voyenniy chast bor. Shuni to'g'risida kirganda 50 metr kirganda ushbu chekimiz sotiladi. Uy qurilishi tugallanmagan, yaxshi joyda, xudo xolasa mazza joy. Ushbu chekimiz sotiladi. Hozir ichkarilarni ham ko'ramiz. Mahalla qo'ni-qo'shnilar bor hammasi. Darvozaxona qilib qo'yishganiga qo'shimcha uylar qursalar ham bo'ladi. Hozir ichkarilarni ham ko'ramiz, qani ketdik. Ichkaridan ko'rinishi, xudo xolasa, bu yerda ikkita xona, bu yerda yana bitta xona, 3 xona uyimiz. Bu yerdagi bitta kirganda o'ng qo'ldagi bitta xonani tayyor qilib qo'yilgan. Bu yerga zinani qilib, odam kirib, shu og'ini qilib yashasa bo'laveradi. Pollari pataloylargacha bo'lgan. Zabordan o'ralgan. Bu yerda gilosli daraxtlari bor, xurmo daraxtlari bor ekan. Uyning chegarasi, mana shu uyning chekkasi. Shu chekkadan teplitsani oxirigacha bunday qiytiqroq bo'lib to'silar ekan. Xullas ushbu joyimiz 8 sotik joyimiz sotiladi. Bu yerda narxini maksimalni 2000 dollardan hisoblaganda ham 16000 dollar bo'ladi 8 sotik yerda. Va qurilish 3 xona uyga qurilish qilaman degan fundament, g'ish, boshqalari falon pul bo'lib, başta 10000 dollarga yaqin ketib qoladi. Ushbu uyimiz narxini 25000 dollar deyapmiz. O'tib beriladi ozgina sunnatiga. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib qilib berishadi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.